Kamol Oytimni tabrik etaman omadem. Takim navbat va Azdomi Janashon Shahzod aka va hamda Oytajon Azraydur Qirmizigul oytimni omadem tabrik etaman. Bayramlar muborak bo'lsin. Avvalo bugungi kim tug'ilgan kun nishon aytgan bo'lsa, ularga chin qalbdan tabriklar, uzoq umr, sihat, salomatlik va eng muhimi hamisha hayotlari sanashtaqa chiroyli va fayzli bo'lishga tilakdoshmiz. Va albatta bugun oralaringizda bir inson tug'ilgan kun nishonlayotgan ekan, Kamolo Oytim Xudashon hamjami. Agar Xudashon hamja bo'lsa, Gulduroz Qarsoqqa yakta taklif o'qidim. Kamolo Oytim marhamat, ahli oilatomki marhamat joyda taklif o'qidim. Marhamat. Marhamat, bizlar eton mehmonlar shuma ham taklif o'qidim. Marhamat, yonashib o'rgizsak. Modarashon va Padarashon Abduqodir aka va hamda Sharqiy Oytim shuma ham taklif o'qidim. Marhamat. Assalomu alaykum. Kamolo Oytim adashgan. Biz O'zbekistonda zadashdan o'qijon shunday tabrik o'qidim. Esarbek Faysbek. Va albatta yoftagi tomda arkor yuzsiz Aznomi Kimon odam shunday tabrik etaman. O'zijon kikftoylar o'qidim. Oytiton. Okey. Xuddiki shimona saraton barim shudagi insonaton kikftoylar o'qidim. Nomashon Shahzod aka to'pa direktda qarsagaton shavad Aznomi Shahzod aka omada aka navbat. Assalomu alaykum. Sharqiy Oytim adashmaqidan. Assalomu alaykum. Biz Saratonda zo'rdoshomdas va yakun navbatda men Shimon rahmat kutadiman. Azomimon yakun navbatda Azomi Qirmizda gul oyda omadem va hamda Janaton namagan xudiki Shimon Saraton barim shudagi inson Shahzodaka omadem va albatta Azraydur Xurshidaka omadem shu tabrik etaman. Bayramlar, shukronlar uchun muborak bo'lsin. Mana Janatonga gapzdagi buda biz kezodirizash, ke tabrik o'qinib kutgan va mana xudiki duyam odaram barin eng nazik insonam ilohim sarigi moba zere Shahzodaka yonashuma marhamat. Albatta men juda ham naqzbekdan hurmat bugunam mana men yosh budam to hozir mana xudiki mana pisaram kutamegashdagi insonam. Men juda ham naqzbekdan ilohim sarigi moba sarigi farzandoshom va ahli oilashoma sog' va salomatligida g'amoyi nabinan tashvishoi nakdan har yaktarizdan inshaalloh og'ay xush xursandlik zaronamdan nasib qiladi. Men yakamaga boshdan adlashon joy ofta xursand qadalimon این خیالات با خودش میگوید که مادر جوش دیگر میشد خاله جوش دیگر میشد لیکن من خالم اینم زور انسان من جدیم حرمت میکنم البته من مادر عزیزم بایم رحمت گفتنی من شرقی آیتی من جدیم ناز میکنم سواش شما رحمت بگیم سواش من هم خیلی حکیمت دنیا باورده شما من جدیم رحمت بگیم من یوش بودیم مایده بودیم 3 نفر فرزنده بکمیکس یک چشم که من کلان کردگی تو رحمتی کلان کمی که گوشته بدلشان جای افته خورسان کردنی من خودم از رایدور تبریک کیسم لیکن یانش به ایستاده ندانستم لیکن هر یک روزه هم خیلی نصیب باشد انشالله خوش خورسندگی گذراندن نصیب کند خداوند bayramton شکرانه روزتون مبارک باشد میگم و البته از نام جنتان یک 4 میسر شعر بگم مایلش به قبول میکنید می مرحمت خاله sizni juda yaxshi ko'raman ishqim bayoniga qog'oz yetmaydi men sizga shunday qalqon bo'laman anduhlar qalbingiz vayron etmaydi xola sizni juda yaxshi ko'raman boshimda tojimsiz jannatsiz menga boshqa birovlarga tushmaydi ishim hammadan ham ko'proq keraksiz menga xola sizni juda yaxshi ko'raman hech kimsa sizdan tinglamas nola zarra mehringiz arzib qilar deb nomingizni kuylab Yo'raman xolajonim xudo yakun navbatda azomi janaton aql xushro guli qabul muqlid marhamat bayramlar shukronlar ro'zaton muborak bo'lsin. Marhamat mehmonni tabrikadagi do'stlar kimishsiz marhamat xursand shudaymi va albatta shoma savol emas umringiz chamidaroq dedingiz boshqa 84 bayramazon muborak bo'lsin degan havo vaqtida yosh va sog' va salomatlik arzmagan mana bu navbatda traditsion torta omite niyati gufta shamjiroq shu cho'rmoqda marhamat farzandingizlar eton marhamat happy birthday
Qanday tashlay nabidez mugim va albatta nakun albatta professionalli fotografom demakda oilaviy amaton aktor rasm migrim. Paylaşmayın. Marhamdakdagi zirayton. Biz esa qolgan mehmonlarga rahmat aytamiz. Oldinga teng vaqtlar yetolgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Restoran administratsiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling.